Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu ala ashrafil khalqi wal mursalin. Habibina wa shafi'i dhunubina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahlan biqudratika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aziz qadrdonlar, hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar, barchalarimizga bugungi Ramazoni sharifni fayzi barakoti muborak bo'lsin. Ro'zalarni tutib, uni qabuliyatidan dunyodagi xursandchiligi bilan birga oxiratdagi jannatga kirayotganimizdagi xursandchiligini ham Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Navbatdagi suhbatimiz iftorga yaqin qisqaroq bir suhbat qilmoqchiman. Avval siz azizlar bilan shu sunnatning ahamiyati, hadislarning ahamiyati to'g'risida gapirib kelayotgan edik. Go'yoki 3 tami suhbat bo'ldi, hammasi kirish ma'nosida. Mavzularni biz sodda tilda hammamiz tushunib olishimiz kerak bo'lgan, adashib ketishlik xorligidan qutulishimiz uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni demak egallab olishimiz kerak. O'sha ma'noda bu suhbatlarni sizlar bilan o'rtoqlashyapmiz. Sunnat o'zi Qur'oni Karimda Allohning sunnati ma'nosida keladi. Alloh subhanahu va taolo sunnatulloh deydi. Allohning sunnati la tabdila li sunnatillah yoki la tabdila li xalqillah. Allohning xalqini o'zgartirish mumkin emasligini, ya'ni Allohning qoidalari o'zgarmas qoidalar ekanligini Qur'on ko'p bora ta'kidlaydi, takrorlaydi. Qoidalarning o'zgarmasligi tabiiy fanlarda topilgan eng ta'sirli kashfiyot hisoblanadi. Qoidalarning o'zgarmasligi, shuni yaxshi o'rganib olinglar. Qoidalarni o'zgarmasligi biz bilgan tabiiy fanlarda eng katta kashfiyot hisoblanadi. Eng katta kashfiyot. Nimaga desa, misol uchun deylik, suvni muzlash darajasi 0 bo'lsa, ana shu 0 o'zgarmaydi. Muzlash darajasi shunday olib turaveradi. Ya'ni muhit o'zgarmasa, suvni qaynash darajasi ham o'zgarmaydi. Muhit o'zgarsa o'zgaradi. Masalan, toqqa chiqqaningizda sal qaynash darajasi pastroq bo'ladi. Boshqa joyda boshqacharoq bo'ladi. Misol uchun deylik, gugurtni yoqsangiz yonadi. O'zgarmas qoida bu. Buni maymun ham ish qilaversa yonaveradi-da. Faqat odam, faqat uni mo'min, musulmon ish qilish kerak degan gap yo'q. Alloh taolo ana shu qoidalarni, qonuniyatlarni o'zgarmas ekanligini e'lon qilgan. Bu mutlaqmi desa, bu insonga nisbatan mutlaq. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan qoida, qonunlarga bo'ysunishga majbur emas. Mana shuni esdan chiqarmaslik kerak. Biz bugun islom muxoliflarini, islomga bo'lgan ta'nalarida shunga o'xshagan da'volarni ko'p ko'ramiz. Islom ilmiy haqiqatlardan uzoq deyishadi. Din bilan ilm deb yonma-yon qo'yishadi. Din alohidaymish, ilm alohidaymish ularning nazdida. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Islom tabiiy fanlarga urg'u bermaydi deydi. Vaholanki yuqorida aytyapmiz, Alloh subhanahu va taolo tabiiy fanlardagi qonuniyatlar o'zgarmasligini Qur'onda ko'p takrorlagan. O'zgarmaydi. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Mana shu qonuniyatga moslashib yashashimiz kerak. Alloh yaratgan qonuniyat bor. Ko'cha sovuq. Bu Allohning qonuniyati. Sovuqda
yupun kiyingan odam kasal bo'ladi. Allohning qonuniyati bu. Men avliyoman deb chiqib ketgan odamni qanchasi avliyo bo'lib qoldiki? Birinchi avliyo ijobiy ma'noda, ikkinchisi salbiy ma'noda. Namanganda avliyo deb jinnini aytishadi. O'shaning uchun issiq kunlarda o'shanga yarasha kiyinish kerak. Qorningiz och qolganda ovqat yeyishingiz kerak. Chanqaganda suv ichishingiz kerak. Nimaga desa, bizga nisbatan o'zgarmas qonuniyatlar. Endi islom muxoliflari ga malaylik qiladigan sunnat inkorchilari paydo bo'lgan. Bular aytadiki, mana shu Allohning sunnati, qonuniyati mutlaq o'zgarmaydi deydi. Alloh ham unga bo'ysunishga majbur deydi. O'shaning uchun mo'jizalarni inkor qilishadi. Qur'onda ochiqchasiga Alloh taolo iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar deb turibdi. Qiyomat yaqinlashdi, oy ikkiga bo'lindi deb ochiq aytib turibdi. Alloh subhanahu va taolo. Sunnat inkorchisi nima deydi? Bu yerdagi wa shaqqal qamar ma'nosi tabayyanal amr deb, ya'ni ish oydin bo'ldi, masala oydinlashdi degan ma'noda. Oy yorilmagan deyapti. Nimaga? Tabiiy qonuniyatga to'g'ri kelmaydi-yu. Tabiiy qonuniyatga to'g'ri kelmaganligi uchun bulardagi manba, aql, o'zlarining nosog'lom aqllari bo'lganligi uchun uni inkor qiladi. Qur'ondagi oyatni ham ta'vil qilishga, boshqa tomonga burishga, hadislarda kelgan ma'nolarni ham o'zining aqliga solib ko'rib, shunga tushmasa inkor qilishga o'tadi. Bu sof mu'tazilalik usuli hisoblanadi. Bular aytdim men avvalgi suhbatlarda ham. Bular o'sha o'zlari bir yangi fikr olib kelgani yo'q. O'zlari yangi bir fikr olib kelib, yangi fikrni taqdim qilgani yo'q. Bular o'sha mu'tazilalarning fikrini o'zlashtirib bugun aytayotgan odamlar. Endi biz Allohning sunnati o'zgarmaydi deganda bandaga nisbatan banda shunga ko'ra tadorigini ko'rish kerak. Banda shunga ko'ra o'zini ishini qilish kerak deb tushunamiz. Lekin Alloh taolo ham qonuniyatlarni ya'ni qonuniga bo'ysunadimi? Desa, yo'q deymiz. Xohlasa bo'ysunmaydi. Masalan, oyni ikkiga yorish kerakmi? Yoradi Alloh taolo. Payg'ambarini isboti uchun yoril deydi, oy yoriladi. Dunyo qonuniyatiga, fizika qonuniga ko'ra olov odamni yondirish kerakmidi? O'tinni yondirish kerakmidi? Odamni kuydirish kerakmidi olov? Olovning shunaqa xususiyati bormidi? Alloh taolo bu qonuniyatni qo'yganmidi olovga? Ha. Lekin Alloh xohlasa yondirmaydi u. Alloh yondirish xususiyatini olib qo'ysa yondirmaydi. Ibrohim alayhissalatu vassalomni olovga otishdi. Alloh taolo olovga aytdiki, ya nar kuni bardan va salaman ala Ibrohim dedi. Ey olov, Ibrohimga sovuq va salomatlik bo'lgin dedi. Bo'ldi. Yo'q, yondirmadi. Demak, nima bo'ldi? Olovning ya'ni odatdagi fizikaviy xususiyatini Alloh xohlaganda olib qo'ya oladi. Alloh bo'ysunmaydi unga. Payg'ambarlarga mo'jiza ko'rsatayotganda unga bo'ysunmaydi. Va insonlar Allohni eslab turishlari uchun ham ba'zan xoriqa oda, inson tasavvur qila olmaydigan hodisalar hayotda yuz berib turadi. Ilm uni hali kashf qila olgani yo'q, kashf qila olmaydi. Misol uchun deylik, bugungi kunda bir jismni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish hozir odamlarning hayolida amri mahol ish qilib bo'lmaydi deydi. Tarixda Sulaymon alayhissalatu vassalomning davrlarida Bilqisning taxtini ko'tarib olib kelib qo'ydi, ko'z ochib yumguncha. Fizikaga zidmi bu? Ha, zid. Allohga oson bu. Alloh taolo bir narsani xohlasa, qola, kun, bo'l deydi, fayakun, bo'laveradi. Alloh taolo kun degan kalimaga ham muhtoj emas o'zi. Bizning tushunchamizda Alloh bo'l desa bo'laveradi. Farzand dunyoga kelishdagi qonuniyat nimadan iborat? Desa, farzand dunyoga kelishi uchun asosiy qonuniyat er va ayolni bir ya'ni hayotidan yuzaga kelish kerak. Er va ayol munosabatlaridan
erning o'sha urug'i ayolning bachadonidagi urug'i bilan birlashganda va shu rahmga yopishganda farzand bo'ladi. Odatda shunaqa. Shu qoidani o'rganib olgani uchun insoniyat shuni ustida ishlab, shuni ustida ilmiy ishlarni olib borsa, farzand dunyoga kelishidagi mana shu qonuniyatni yo'lida nimalarnidir tezlashtirsa bo'ladi. Masalan, ba'zi erkaklarda deylik ko'p emas tirik urug'lari. Ayol homilador bo'lishga tayyor, lekin erkakdagi urug' yetarli emas. Nima qilishyapti hozir? Erkakning urug'idagi tirik hujayralarni olishib, ilmiy asosda o'shani probirkaga joylashib, ayolni bachadoniga qo'yishyapti. Bo'ladimi? Nikohida bo'lsa bo'ldi, bo'ladi. Shariat bunga taqiq bermaydi. Nimaga? Qonuniyatlardan foydalanishga islom targ'ib, tashviq qiladi balki. Qilish kerak deydi. Lekin Isa alayhissalatu vassalomni dunyoga kelishida ota rol o'ynamagan. Ota yo'q. Isa alayhissalatu vassalom dunyoga kelganlarida Maryam onamizga tuhmat yog'dirishgan yahudiylar. Ya uxta Harun, yani ya uxta Haruna, ey Harunni singlisi, sen nima olib kelding? Ma kanat ummuka baghiya. Otang yomon iflos odam emas edi. Onang fohisha emas edi. Sen nima ko'tarib kelding deb uni bo'yniga qo'yishgan. Haqiqatda qonuniy asosda hujjat so'rash kerak. O'shaning uchun Alloh taolo qonuniyat o'zgarmagan. Inson o'zidan bir narsa da'vo qila olmaydi. İnson o'zidan bir narsani da'vo qila olmaydi. Men misol uchun hech qanaqa erkak kishi menga qo'lini tegizmasdan bola ko'rdim, menga osmondan ruh puflab ketdi deya olmaydi hech kim. Buni hujjati bo'lish kerak. O'shaning uchun qonuniyat bo'ladi. Lekin Isa alayhissalatu vassalomni Alloh taolo istisno qildi. Nimaga? Qonunlarga men bo'ysunmayman dedi. Va so'ragan odamlarga aytdiki, inna masala Isa indalloh kamathali Adam dedi. İsa'ning misoli odamning misoliga o'xshaydi. Xalaqahu min turab, uni Alloh taolo tuproqdan yaratdi. Summa qala lahu kun, so'ngra unga bo'lgin dedi, odam bo'lgin dedi. Fayakun, odam bo'ldi. Jon kirdi, inson bo'ldi. Loydan tuproqdan yaratdi. Odamning otasi ham yo'q, onasi ham yo'q. İsa alayhissalatu vassalomda ota bo'lmasa, Alloh taolo uni paydo qila oladi. Qonunlarga bo'ysunishga majbur emas. Sunnat inkorchilar nima deydi? Yo bo'ysunishga majbur deydi. O'shaning uchun odamni ham otasi bo'lgan deyshadi bular. Bularning guruhida bir qanchasi bor, odamning otasi bor deydi. Nimaga? Ular yaralishni ya'ni tasavvur qila olmaydi. Fikrda ateizm virusi bor. Ateizm virusi bo'lganligi uchun ular tasavvur qila olmaydi. Alloh taolo bo'ysunmaydi qonuniyatga. Xohlasa otasiz ham dunyoga keltirib qo'yaveradi. Isa alayhissalom. Xohlasa ota-onasiz ham dunyoga keltirib qo'ya oladi. Odam alayhissalom. Xohlasa Alloh taolo toshdan chiqaradi. Solih alayhissalomning tuyasi. Toshdan chiqqan, toshning ichidan chiqqan. Mana shu ma'nolarda biz Allohning sunnati deganda biz bular sunnat inkorchilari deganimiz odamlar mana shu lug'atlardan go'yoki o'zlarini olib qochmoqchi bo'lishyapti. Yo'q, sunnat inkorchilari deb biz besunnat deyapmiz. Besunnatlar odatda payg'ambar alayhissalatu vassalomni ahamiyatlarini e'tiborga olishmaydi. Rasulullohning bugungi ajnabiy tilda aytganda figura ekanlarini, avtoritet ekanlarini tan olmaydi. Ular yo'q deydi, payg'ambar aytaveradi deydi. Undan kelgan gaplarni aqlimizga solib ko'ramiz, Qur'onga solib ko'ramiz degani aqlimizga solamiz degani. Chunki Qur'onga solishlik masalasini avval ham aytdim men. U qaysi aql bilan solib ko'ryapsan degan savolga javob berish kerak. Ateist ham solib ko'ra olmaydi-ku. Qur'on ochiq oydin degan ba'zi oyatlarni, ya'ni kofirlarga, mushriklarga
nisbatan aytilgan oyatlarni Qur'on ochiq oydin deb mutlaq tushuntirishga odamlarni aqliga mana shu narsani kirdirishga urinayotganlar. Nimaga ochiq oydin bo'lsa, Qur'on haqida shu kungacha minglab ixtiloflar qilyapti odamlar. Hamma tushunish kerak edi-ku. Yo'q, hamma tushunmaydi uni. Chunki hammaning aqlini saviyasi har xil. Aql saviyasi turli xil bo'lganligi uchun Qur'onni turli xil anglashga, turli xil talqin qilishga harakat bo'ladi. Va bo'lgan. Tarixda chiqqan toifalarni, radikal toifalarni hammasi Qur'onni o'zicha talqin qilib chiqqan. Qur'onni Qur'onga solib ko'ramiz. Qur'onni oyatiga ko'ra Ali kofir, Qur'onni oyatiga ko'ra Ahli baytdan hadis olishimiz kerak, Ahli baytdan boshqasi ishonchsiz degan gaplar. Qur'ondan olishgan. Mu'tazilalar Qur'onga yopishishgan. Qur'onni oyati bilan mu'tazila bo'lgan. Ya'ni to'g'ri yo'ldan og'ishgan. La tudrikuhul absor va huwa yudrikul absor. Allohni ko'rib bo'lmaydi deyishgan. Jannatda ham ko'rib bo'lmaydi Alloh taolo degan. Chunki ko'rish jismni ifoda qiladi, jism Alloh jism bo'la olmaydi deb. Go'yo Allohni poklayman deb mana shunaqangi adashgan. Jabri degan toifa bo'lgan tarixda. Jabri degani xuddi robot degani. Biz robotmiz degan. Cho'ldagi patga o'xshaymiz degan. Pat. Shamol qayoqdan kelsa o'sha tomonga uchirib ketadigan patmiz biz degan. Jabriylar. Dalil desa Qur'ondan dalil keltirgan. Faqat Qur'ondan gapiryapti degan gap aldamasin sizni. Aldashyapti sizni. Qur'ondan dalil keltirgan jabriylar, bizda umuman ixtiyorimiz yo'q. Biz hech narsaga mas'ul emasmiz. Hammamiz jannatga kiramiz. Qilgan gunohimiz ham Allohni majburlashi bilan bo'ladi deyishgan. Qaysi oyatni dalil qilgan desa, "Va ma ramayta iz ramayta walakinnalloha rama" oyatini dalil keltirishgan. Siz otganingizda o'zingiz otganingiz yo'q, lekin Alloh otdi degan oyat. Biz ahli sunna mana shu oyatni noto'g'ri tushunganligini isbotini keltirgan. Nima degan biz ahli sunna? Bu joyda mutlaq ixtiyor ya'ni insonda emasligi, juz'iy ixtiyor insonda ekanligini dalili bor bu yerda. Nimaga desa, "Va ma ramayta iz ramayta" deb id ramaytani qo'shyapti Alloh taolo. Otgan paytingizda deb otishlikni o'sha bandaga nisbat beryapti. Alloh otdi degani, bu qonuniyatni hammasini egasi Alloh taolo. Natijani Alloh taolo beradi. Jabriylar ham Qur'onni o'qib adashgan. Menga yer yuzida adashgan toifalardan xohlaganini olib kelinglar, Qur'onni o'qib xohlaganicha talqin qilgani bilan adashganini isbotlab beraman. Isbotlab bera olmasam, chiqib ketaman dunyodan. Ijtimoiy tarmoq dunyosidan. Hammasi Qur'on bilan adashgan. Ya'ni Qur'onni o'zicha talqin qilib adashgan. Havorij Qur'on o'qib Alini kofir degan, Shialar Qur'on o'qib fasalu ahla zikrdan murod ahli bayt degan. Mana shu oyatning ma'nosi shu deyishgan. Sahobalar hammasi kofir bo'lib ketgan, faqat ahli bayt sog'lom qoldi degan. Shialar, Shia paydo bo'lgan. Xohlagan joyda mushrikni o'ldirish kerak degan gapni Qur'ondan olgan Havorijlar. Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum deb mushrik deb hammamizni e'lon qilib qatl qilishgan. Mu'tazilalar "Oma ramayta la tudrikuhul absor" oyati bilan mu'tazilalik qilishgan. Alloh taolo Qur'oni Karimni shay degan Qur'onda, shay bu yaratilgan narsa deb Qur'ondan oyat keltirib Qur'onni maxluq deyishgan. Yuqorida aytdik jabariylar "Oma ramayta iz ramayta walakinnalloha rama" deb oyat aytib, oyat bilan jabriy bo'lishgan. Shuning uchun bugungi kunda oyatdan chiqmayapti. Ana Bahrom Bakiri faqat oyatdan gapiryapti degan narsa sizlarni ko'zinglarni bog'lash uchun ishlatilyapti. Aqlilar yetmagan narsaga, uni atrofidagilarga aytayapman. Aqlilar yetmagan narsaga mahliyo bo'lib o'tiribsizlar. Abdulloh Zufar ham oyatdan gapiryapti. O Abu Solih ham oyatdan gapiryapti. Oyatdan gapirsa bo'ldi ekan emas. Oyatni o'qib aytayotgan ma'nosiga e'tibor beriladi. Qur'on hisoblanmaydi, Allohning kalomi hisoblanmaydi. Fiqhda shunaqa qoida bor. Qur'onni arabiy Qur'onni. Mana bu arabiy Qur'onni ushlash mumkin emas tahoratsiz.
Qur'oni Karimda la yamassuhu illal mutahharun degan fiqhdan shuni chiqarishgan. Lekin buni tarjimasi bo'lsa-chi, tafsir. Mana buchi. Buning ichida ham Qur'on bor, lekin tafsir ham bor. Tafsir. Buni Qur'on tahoratsiz ushlasa bo'ladimi desa, buni ushlasa bo'ladi tahoratsiz. Deydi fiqh fuqaholar. Nimaga desa, tarjima Qur'on emas. Bu ilmiy gap bu. Buni tushunish uchun biroz insonda aqliy salohiyat, ilmiy makonat bo'lish kerak. Ozgina kitob o'qigan bo'lish kerak. Va Qur'ondan boshqa qaysi asarning tarjimasi asl bilan bir xil? Menga shu savolga javob beringlarchi. Qaysi asarning tarjimasi asl bilan bir xil bo'ladi? Mumkin emas-ki u. Yo'q, unaqa asar yo'q. Zotan Qur'oni Karimni tarjimasi Qur'on emas. Qur'on o'zi aytib turibdi. Biz Qur'onni arabiy nozil qildik deb. La'allakum taqilun degan davomida. Aqlinglarni ishlatmaysizlarmi? Shuni aytayapti. Bahrom Bakiyevga o'xshagan va uni atrofida yurgan odamlarni farosati yo'q bo'ladi. Farosat bo'lmaganligi uchun fahm buzuq, gapni tushunmaydi. Tushunmagandan keyin o'sha gapdan xulosa chiqarib noto'g'ri narsaga ketaveradi. Alloh taolo ularni birinchi fahmini buzib qo'yadi. Aqlini olib qo'yadi. Qur'onning tarjimasi Qur'on emas. Mana dedim, hadislarda shunaqa qoida bor. Rivoya bil ma'na. Ma'no bilan rivoyat qilish degan masala bor hadis to'plam usulida. Va ulamolar hadisni ma'nosini rivoyat qilish joiz emas deyishgan. Nimaga desam, shu gapni tushunmasdan Bahrom o'zi nima deganini tushunyaptimikin deb ketyapti. Sen tushunmayapsan. Bu yerda hadislarni ma'nosini rivoyat qilsa, u Rasululloh aytgan gap emas. Ma'noni chiqarayotgan odamning gapi bo'lib qoladi. U Rasulullohning hadisi bo'lmay qoladi. Xuddi shunaqa Qur'oni Karimni tarjima qilgan paytingda tarjimasi Qur'on bo'lmay qoladi. U seni gaping bo'lib qoladi. Odamlar senga ergashishlikka majbur emas. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning vazifalari mana shu joyda muhim. Ahamiyati shunda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak og'izlaridan chiqayotgan har bitta jumla vahiy hisoblanadi. Har bitta jumla vahiy hisoblanadi va payg'ambar alayhissalom istisno qilgan joylari bor. O'sha istisnolar o'zlari aytganlar uni. Vahiy emas deganlar. U istisnolar nima? Misol uchun deylik, dunyo ishlarida xurmo changlatayotganlarga changlatmasanglar ham bo'laveradi deganlar. Keyin so'rashganda, men din haqida gapirganimda olinglar mendan. Dunyo ishini o'zingizlar bilasizlar. Antum a'lamu bi umuri dunyakum deganlar. Dunyo ishlarini o'zingizlar yaxshi bilasizlar deganlar. Lekin din haqida bu til hech qachon xiyonat qilmaydi deganlar. Hech qachon. Shundoq ekan. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan ya'ni sodir bo'layotgan narsalar vahiy hisoblanadi. Uni tarjima qilgan zahotingiz vahiyga mudohala qilyapsiz. Rasulullohning jumlalari, dinga, diyonatga aloqador, iymonga, e'tiqodga aloqador masalalardagi jumlalariga mudohala qilyapsiz. Siz tarjima qilib shuni ma'no deb rivoyat qilyapsiz. Bu mumkin emas degan ulamolar. Nimaga? Tarjima asl emas. Ma'no asl emas. Sen ma'no berar ekansan, men ham ma'no berish ya'ni imkoniyatiga egaman deyishni boshlayman. Anu ham shunaqa deyishni boshlaydi. Kamol ham aytayapti o'zini ma'nosini. 3 dona yetimcha Bobomurodga o'xshagan Valati zino, keyin bu Bahromga o'xshagan Don Kixot, Shalvar, undan keyin Kamol Yo'ldosh. 3 ta. Uchchalasi ham Qur'on deyapti. Faqat Qur'on deyapti. Uchchalasi Qur'ondan kelishmayapti. Bittasi boshqa ma'no aytayapti. Qur'onda 5 vaqt namoz yo'q deyapti. Ikkinchisi boshqa ma'no aytayapti. Qur'onda 3 vaqt namoz bor deyapti. Uchinchisi 5 vaqt namoz bor deyapti. Endi bularning namozni ko'rinishi to'g'risida chaqirib turib so'rang. Uchchalasi 38 xil ixtilof qiladi. Haj zotanki anu Kamol haj yo'q deyapti. Ro'zani ham yo'q deyapti Kamol. Qur'ondan o'qiyapsanlar-ku. Qur'ondan o'qib aytyapsanlar.
Payg'ambar alayhissalotu vassalomning gaplari vahiy bo'ladi. O'sha vahiy bilan biz Qur'onni tushunamiz. Sen bu anaqa tushunmayapti Bahrom. Zotan tushunganda edi, ahli bid'at bo'lib, bunaqa murtad bo'lib, shalvar bo'lib ketmasadi. Tushunmayapti. Tushunmaganligi uchun muammoni tushundim deb o'rtaga qo'yyapti. Va oqibatda ahvolni ko'ryapsizlar. Bittasi yozibdi mana edi. Bahrom Bakirov chiqqandan keyin qarib ketdingiz deb. Sherni qarigani ham bor-ku, sherni qarigani ham. Shoqollarni manaman deganini damini berib yoradi. Esdan chiqarmalaring. Bahrom Bakirlar shoqol ular, Don Kixot ular. Qo'lidan kelmaydi. Biz qarib qolib, o'tirib qolgan taqdirimizda ham ro'baro'yimizga kela olmaydi ular. Astagfirullah. Mana shunaqa odamlar Bahrom atrofida yig'ilganda ahvolni qaranglar. Bahrom chiqqandan keyin qarib ketganimishman. Nima qaramaydigan odammanmi men? Ha? Muzlatib qo'yilgan odammanmi? Yo'q, men unaqa muzlatib qo'yilgan odam emasman. Qariyman, qarib 50 ga kirdim. Lekin 50 ga kirganimda ham Bahromga o'xshaganlardan bir 1000 tasini pashag'ini chiqarib yubora olaman. Yana bitta qiziq gap. Bahrom nima debdi? Abrom Muxtor Ali debdi, menga hasad qilyapti debdi. Meni ko'ra olmayapti debdi. Bahrom Bakirovni men ko'ra olmayapti ekanman. Nimasini ko'ra olmasligim mumkin? Bahrom Bakirovni nimasini ko'ra olmayman? Masalan, unga hasad qilinadigan nimasi bor uni? Hayotda nimasi bor uni? Masalan, hasad qilsa bo'ladigan deb ba'zilar o'ylaydi. Nimani? Bahrom Bakirov Bobomurod Abdullani dada qilib olgan. Shunga hasad qilamanmi? Shunga o'zingni dadang qolib, Bobomurodni dada qilib yuribsan-ku. Seni qayringda menga hasad qilaman. Xullas shu, biroz lirik chekinish do'stlar. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari vazifalari bor. Hadislarni inkor qilish, hadislar ham sunnat hisoblanadi do'stlar. Biz sunnatni istilohiy ma'nosini aytyapmiz. Sunnatning hadisda, fiqhda, aqidada istilohlari bor. Biz buni mutlaq payg'ambar alayhissalotu vassalomdan sodir bo'lgan so'z, amal va xalqiy odatlari va xulqiy odatlari, undan tashqari odamlarga bir ishni qilayotgan bo'lsa, indamaganlarini hammasini sunnat deymiz biz. Bularning martabalar bor. Masalan, 5 vaqt namoz o'qish ham sunnat o'zi. Lekin 5 vaqt namoz farz, fiqhiy ma'noda. Sunnat payg'ambar alayhissalomdan sodir bo'lganligi uchun sunnat deyilaveradi. Bu istilohda payg'ambar alayhissalotu vassalomning muborak og'izlaridan chiqqan har bitta jumla muhaddislar tomonidan bizgacha omonat sifatida yetkazib kelindi. Bular hammasi sunnat deyiladi. Sunnat ichiga kiradi. Shuning uchun hadislarni inkor qilish yo'lida manyovrlar qilib, men hadisni inkor qilmayman, men Qur'onga solib ko'raman degan, o'zini chala yarim aqli bilan odamlarni aldamoqchi bo'layotganlarni ham biz nima deymiz? Besunnat deymiz. Besunnat odamlar ular. Nimaga? Bu mazhablarga ergashmaslikni da'vo qilganlar, ya'ni mazhabga ergashamiz biz. Abu Hanifadan ham olaveramiz, Shofiydan ham olaveramiz deganlarni nima deymiz biz? Bemazhab deymiz. Masalan, Sodiq Samarqandiy chiqib aytayaptiki, biz bemazhab emasmiz. Biz Shofiydan olyapmiz, Hanbaliydan olyapmiz, Molikiydan olyapmiz, deyapti. Mazhabdan olyapmiz degani xohlagandan o'zini nafsiga yoqqanini olib ketaverish degani emas-da. Xohlaganini olib ketaveraman desa bemazhab bo'ladi. Hadislarda ham Qur'onga solib ko'raman, tussa olaman degan odam besunnat bo'ladi. Mutlaq inkor qilgan kamol ham besunnat. Savodsiz anavi Bobomurod o'zi musulmon emas. Bu Qur'onga tushganni olaman deyish ham besunnatlik hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni sunnatlarini mana shu shaklda inkor qiladigan odam o'sha zahoti Qur'onni ham inkor qilayotgan bo'ladi.
Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalatu vassalomning avtoritet ekanligini e'lon qilgan. Rasululloh din haqida sizlarga aytadi. O'zlaringcha dinni nimadir deb gapirishga haqlaring yo'q. Din, Qur'on oyatlarining ma'nosini xohlagandek aytishga haqlaring yo'q. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni vazifalarini Alloh Qur'onda aytayapti. Qur'on oyatlarini o'zini o'qisangiz, Qur'on oyatlarida Rasulullohga borishligini aytayapti. Ahzob surasi. Ahzob surasi 36-oyat. O'qiymiz. A'udhu billahi minash-shaytonir-rojim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. صدق الله العظيم. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Mu'min va mu'minalar uchun loyiq emas, joiz emas. İza qadallohu va rasuluhu. Qachonki Alloh va uning rasuli bir hukmni chiqarsa, amron bir ish to'g'risida. Ay yakuna lahumul xiyaratu. Mu'min va mu'minlarda ixtiyor qolmaydi. Yo men boshqacha tushundim deyish qolmaydi. O'sha ishlarida meni o'zimning ham fikrim bor. Alloh va rasuli chiqargan hukm alohida-da. Meni ham o'zimning fikrim bor deyishga haqqi yo'q. Mu'minmi? Haqqi yo'q. Mo'minnami? Haqqi yo'q. Alloh va rasulining hukmiga labbay deyish kerak. Davomida Alloh taolo va man ya'sillaha va rasulahu, kim Allohga va uning rasuliga isyon qilsa, osiylik qilsa, faqad dalla dalalan mubina. U batahqiq ochiq oydin zalolatda deyapti Alloh taolo. Bu oyatdan nima tushunamiz? Mo'min odam Alloh va rasulining hukmiga labbay deyish kerak deyapti Alloh taolo. Endi Allohning hukmi, rasulining hukmi degan ikkita jumla kelyapti Qur'onda. İza qadallohu va rasuluhu kelyapti. Allohning hukmi, rasulining hukmi deb kelyapti. Agar Allohning hukmi Qur'on, rasulining hukmi ham Qur'on bo'ladigan bo'lsa, savol. Shu Bahrom atrofida yurganlarga. Allohning hukmi Qur'on, rasulining hukmi ham Qur'on bo'ladigan bo'lsa, qanaqa ma'no aytamiz bunga? İza qadallohu va rasuluhu amra. Alloh Qur'onda bir hukm chiqarsa, payg'ambar Qur'onda bir hukm chiqarsa, bu yerda balog'atga to'g'ri kelmayapti-ku. Bitta narsani ikki marta takrorlash mumkin emas. Chunki vov harfi mug'oyarani bildiradi. Vov atf mug'oyarani bildiradi. Mug'oyara degani vov o'zidan oldingi bilan o'zidan keyingini ikki xil ekanligini bildiradi. Ikkita narsa ekanligini bildiradi. O'zbekchasiga tushuntiray sizga. Ahmad Muhammad keldi dedim sizga. Siz o'ylaysizki bitta odam keldi deb o'ylaysiz. Ahmad Muhammad degan ism bor hozirgi kunda, to'g'rimi? Ha? Lekin Ahmad va Muhammad keldi desam ikkita odamni tushunasiz. O'rtaga vov tushganligi uchun. Ahmad boshqa, Muhammad boshqa bo'lib qoladi. Vov o'sha ikkalasining ikki xil ekanligini ifoda qiladi. To'g'rimi? To'g'ri. Bu joyda Alloh taolo iza qadallohu va rasuluhu deyapti. Alloh hukm qilgan va rasuli hukm qilgan deyapti. Mana shundan ulamolar keltirib chiqaryaptiki, bu Qur'on va sunnat musulmonlar uchun, mo'min uchun bo'ysunishi majburiy bo'lgan narsa. Mo'minman desa, masalan, Bahrom mo'min emasman desa bemalol. Xohlaganini qilaveradi. Lekin mo'minman degan odamlar uchun nima bo'lish kerak? Allohga va uning rasuliga itoat qilish kerak. Ularning hukmiga bo'ysunish kerak. Allohning hukmi Qur'on, rasulining hukmi shu Qur'onning tafsiri shu. Hadislar. Davomida yana va man ya'sillaha va rasulahu kelyapti. Yana ikkita kelyapti. Kim Allohga isyon qilsa, osiy bo'lsa va rasuliga osiy bo'lsa. Allohga osiy bo'lish Qur'onga itoatsizlik bo'lsa, rasulga osiy bo'lish shu hadislarga itoatsizlik bo'ladi. Hadislarni solishtirib ko'raman bo'ladi. Hadislarni solishtirib ko'raman Qur'onga
yoqmasa olmayman. Uni ilmiy kriteriyasi bor. Imom Buxoriyda kelgan sahih to'plamning sanadini oldin chiritib berish kerak bizga. Sanad sahih bo'lsa ham Qur'onga to'g'ri kelmayapti. U seni aqlingga to'g'ri kelmayapti aslida. Aqlingga to'g'ri kelmagan narsani Qur'onga to'g'ri kelmayapti deb sen avtoritetni orqasiga berkinyapsan. Mommas ana deyapsan. Yo'q, sen shunaqa tushunyapsan. Buxoriydagi birorta hadisni aqling ham, ya'ni farosating ham, duxing ham yetmaydi Qur'onga zid ekanligini isbotlab berishga. Uning uchun qarshingda turishimiz kerak biz. Qarshingda turishimiz kerak. Don Kixotga o'xshab tegirmon, shamol tegirmon bilan urushib yengdim deb yuribsan sen. Atrofingdagi odamlarning ahvolini ko'ryapmiz. Sen chiqqandan keyin men qarib ketganim uchun. Shunaqa tasavvurdagi odamlar. Ilmiy makonat qayoqda qoldi? Aytilayotgan dalillarni vazni qayoqda qoldi? Nima tushuncha bor bu yerda? Ma'rifat, ma'no qayerda qoldi? Bu narsalar yo'q seni atrofingdagi chalasavod maymun basharalarda. Alkash atrofingdagi aksariyati. Biror dona ziyoli odam yo'q atrofingda. Yana men seni ko'ra olmas ekanman. Ahzob surasi 36-oyat bu joyda o'sha sunnatning haqligiga dalil turibdi. Sunnat kimda kim inkor qilsa sunnatni o'sha zahoti Qur'onni ham inkor qilayotgan bo'ladi. Chunki Qur'onda bu oyat bor. Yana bir oyat bor. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Alloh taolo qasam ichib aytayapti. Fala, yo'q. Va robbika, Robbingizga qasamki. La yu'minuna, iymon keltirgan bo'lmaydilar, mo'min bo'la olmaydilar. Hatta yuhakkimuk fima shajara baynahum. O'rtalarida o'sib chiqqan biror masalaga sizni hakam qilmagunlaricha. Payg'ambar alayhissalatu vassalom hukm chiqarib bermaguncha, u kishining hukmi biz uchun, ya'ni asosiy manba bo'lmagunicha mo'min bo'la olmaymiz. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta. So'ngra siz chiqarib bergan hukmga ularning qalbida zarra qadar g'illig'ash qolmasligi kerak. Va yusallimu taslima, 100% taslim bo'lishlari kerak. Ana o'shanda mo'min bo'ladilar. Ana Payg'ambar alayhissalatu vassalomga 100% taslim bo'lish kerak. Hadislarni inkor qilish da'vosidagi faoliyatning xatari shunda. O'zi bilmasdan turib Rasululloh aytgan, Alloh subhanahu va taolo ta'kidlagan vahiyni inkor qilgan bo'lib qoladi. Inkor qilib qoladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bir qiziq bizga usul o'rgatganlar. Injil, Tavrotni Allohning kitobi demanglar, Allohning kitobi emas ham demanglar deganlar. Isoga nozil bo'lgan Injilga iymon keltiramiz, Musoga nozil bo'lgan Tavrotga iymon keltiramiz, lekin qo'linglarda turgan Injilga, yonimizda turgan yoki Tavrotga bu Allohning kitobi emas demanglar. Nimaga? Ichida Allohning kalomi bor. Bu Allohning kalomi deb mutlaq aytmanglar. Nimaga? Ichida odamlar qo'shib qo'ygan o'zini shaxsiy gapini vahiy degan da'vo qilib qo'yasiz. Kufr bu. Bu Allohning kitobi emas desangiz, ichida Allohning oyatlari bor. Ko'pini o'zgartirgan bo'lsa ham o'zgarmagan oyatlar ham bor. O'sha o'zgarmagan oyatlarni Allohning oyati emas deb qo'yasiz, bu ham kufr bo'ladi. Hadislarning ham maqomi shu. Hadislarni inkor qilayotganingizda ko'zingizni oching. Men sizga ziyoli madaniyati bilan gapiryapman. Qabul qilsangiz, yaxshilab tafakkuringizni ishga soling. O'ylab ko'ring. Siz hadislarni inkor qiladigan odamni nima sababdan inkor qilayotganini, ilmiy metodologiyasini bilmasangiz, nima bo'ladi? U Allohning rasuli aytgan gapni inkor qilayotgan odamga ergashayotgan bo'lasiz. Vahiyni inkor qilayotgan bo'lasiz. Hadislar vahiy. Mana Qur'on tasdiqlayapti buni.
Siz hukm chiqarasiz deyapti. Rasululloh hukm chiqaryapti. Bu Qur'onda hamma joyda hukm chiqarmagan payg'ambar alayhissalom. Ikkita odam mol talashib kelgan hukm chiqarganlar. Munofiq bilan bir yahudiy hukm talashib kelgan hukm chiqarganlar. Mana shu voqealar, mana shu hodisalar hammasi demak payg'ambar alayhissalotu vassalomning vahiy manbai ekanlarini ko'rsatadi. Nima deyiladi buni? Bu g'oyri matlu vahiy deyiladi. Al-vahyul munazzal g'oyri matlu deyiladi. Bu Allohdan nozil bo'lgan vahiy, Rasulullohning faoliyatlari ham, hadislari, sunnatlari ham. Va u g'oyri matlu degani tilovati savob umid qilinadigan emas. Ya'ni tilovati muhofaza qilinmagan. Tilovati muhofaza qilinishlik va'dasi berilmagan. Ulamolarning ijtihodiga qoldirilgan va ulamolarimiz Qur'onning tilovati muhofazasi bilan birga hadislarni ham bizgacha asrab avaylab olib kelishgan. Rasulullohning hadislarini inkor qilish ikkinchi mana bu oyat bilan Allohning oyatlarini inkor qilish bo'lar ekan. Tushundinglar-a? Baqara surasidagi bir oyat bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni vazifalarini mahromdan so'rasangiz yoki Bobomuroddan so'rasangiz, faqat Qur'onni olib kelib o'rgatgan bo'ldi yoki Qur'onni yetkazgan bo'ldi. Faqat shumi vazifasi? Rasulullohning vazifalari faqat Qur'onni olib kelib shunday yetkazib ketish bo'lgan. Boshqa 23 yil mobaynida og'izlaridan boshqa jumla chiqmagan. Dinga aloqador umuman gaplari yo'q degan da'vo qilyapsizlar-ku, to'g'rimi? Mana shu da'voinglar Qur'onga zid. Qur'on buni inkor qiladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning vazifalarini Qur'on sanaydi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomga bir necha vazifa bergan. Albatta Qur'onni yetkazish, to'la to'kis tilovat qilib berish bilan birga boshqa vazifalari ham bor. Ibrohim alayhissalotu vassalom haqida Alloh subhanahu va taolo u kishining duosini Qur'onda oyat qilib nozil qilgan. O'sha duolari payg'ambar alayhissalom Rasululloh o'zlari hadislarda aytganlar. Ana duau jaddi Ibrohim deganlar. Men bobom Ibrohimning duosiman deganlar. U duo Qur'onda mana shu oyatda keladi. Ibrohim alayhissalotu vassalom Ka'ba-i muazzamani qurib bo'lganlaridan keyin Allohdan duo qilib ko'p narsa so'raganlar. Shularning ichida bittasi Baqara surasi 129-oyatda kelgan. Aytadilarki, Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Robbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik va yuallimuhumul kitaba wal hikmata va yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ibrohim alayhissalom duo qilyaptilar. Robbana, ey Parvardigoro, wab'ath fihim rasulan minhum. Bu qavmdan, ya'ni avlodlaridan, o'sha insonlarning ichidan biz bir payg'ambar chiqar, yubor. O'zlaridan bo'lsin. Yatlu alayhim ayatik. Ularga sening oyatlaringni tilovat qilib bersin. Birinchi vazifalari nima ekan? Qur'oni Karimni tilovat qilib berish ekan. Birinchi vazifalari. Qur'on aytayapti. Va yuallimuhumul kitab. Va ularga kitobni ta'lim bersin. Tilovat bilan ta'limni farqi bor ekan. Kitobni ta'lim bersin va hikmatni ta'lim bersin. Uchinchi vazifa. Va yuzakkihim. To'rtinchi vazifa ularni poklasin. Innaka antal azizul hakim. Sen har narsada qodir va hikmatli zotsan. To'rtta vazifa. 4 xil vazifa bor bu yerda. Va shuni o'zigagina aloqador, shuni o'zigagina tegishli emas. Shu 4 ta umumni ifoda qiladi. Rasulullohni agar faqat Qur'on yetkazishlari kerak degan gap bilan bu oyatga ma'no aytadigan bo'lsak, ma'noni ahvolini qarang. Parvardigoro, ularni ichidan bir rasul jo'natgin. Ularga Qur'onni tilovat qilib bersin. Ularga Qur'onni tilovat qilib bersin. Ularga Qur'onni tilovat qilib bersin va ularga Qur'onni tilovat qilib bersin. To'rtalasi bir xil bo'lsa, mana shunaqa bo'ladi.
Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Payg'ambar alayhissalom tilovat qilib beradilar. Tilovat o'sha yuqorida aytganimizdek, harfma-harf Qur'onni yetkazganlar. Qiyomatgacha Qur'onning muhofazasi harfma-harf yetkazishlikka aloqador. Ma'nosini muhofazasi u oyatda emas, boshqa hadislar orqali Qur'onning boshqa oyatlaridagi muhofazaga tegishli. Zikr kalimasidagi shariat ma'nosiga tegishli u. Faqat tilovatigina muhofaza qilinadi desa, unda ma'noni allaqachon buzib yuborishardi. Buzish olgani yo'qmi? Ha? Mu'tazilasi chiqdi, havoriji chiqdi, shiasi chiqdi. Buzolmadimi? Buzolmadi. Buzolmaydi ham. Nimaga? Alloh taolo biz zikrni nozil qildik, o'zimiz muhofaza qilamiz degan. Qur'onni nozil qildik demagan. Mufassirlar zikrdan ko'zlangan murod Qur'on deyishgan, to'g'ri. Qur'onning bir ma'nosi zikr, lekin zikr mutlaq faqat Qur'onni o'zigagina tegishli emas. Qur'onni o'zigagina tegishli bo'lganda zikr demasdi Alloh taolo. Qur'on derdi. Inna nahnu nazzalnal Qur'an derdi. Unaqa demadi. Zikr dedi. Zikrni Qur'on oyatlarini o'qib ko'rsangiz, bir joyda faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka degan Taho surasida. Kim mening zikrimdan yuz o'girsa, ya'ni shariatimdan yuz o'girsa degani. Zikrning ma'nosi shariat. Shariat muhofaza qilingan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning vazifalari Qur'onni tilovatini o'rgatish birinchi. Undan keyingi vazifalari odamlarga kitobni ta'lim berish. Kitob o'sha Qur'onning tilovatidan keyin endi uni ma'nosini ta'lim berish chiqadi endi. Boshqa ma'no bu. O'qib berish boshqa, uni ma'nosini aytib berish boshqa. Ana endi Rasulullohning mana shu oyatga ko'ra ma'no aytib berishlari Qur'onda yo'qki. Qur'onda yo'qki. Qur'onda faqat Allohning oyatlari bor, uning nima ma'noda ekanligi hadislarda keladi. Rasulullohning hayotlarida ko'rinadi. 23 yil voqealikka aloqador hodisalarda ko'rinadi. Ana shu yuallimuhumul kitob bo'ladi. Val hikma. Demak, Qur'ondan boshqa narsa ham bor bu yerda. Hikmat nima? Odamlarga Qur'onni tilovat qilib beradi va ularga Qur'onni ta'lim beradi. Tilovatdan keyin ta'lim beradi. Va hikmatni ta'lim beradi. Hikmat nima desa, ulamolar hadis deydi, sunnat deydi. Hikmat Rasulullohning tafsirlari. Bu Bahrom Bakirov aytayaptiki, qani payg'ambarning tafsiri bormi kitob shaklida deyapti. Farosat shu darajada, ya'ni. Farosat botqoqqa botib qolgan, sasib yotibdi, lekin orzulari fransuzski atir. O'zim kal, tabim nozik deydi-yu. O'zim kal, tabim nozik deydi-yu. Cho'ntagimda hemirim yo'q, dollari nazarga ilmayman deydi. Shunaqa bolalarda bular. Kitobni ta'lim beradi. Kitob alohida hikmatni ta'lim beradi. Hikmat Rasulullohning sunnatlari. Ba'zi sunnatlarni tushunmagan sahobalar. Bir hadisni aytganlar, tushunmagan. Ya Rasululloh, ya payg'ambar alayhisalom, nima degani bu deganda aytganlar. Bu deganlar. 3 ta odam kelib biz payg'ambarning sunnatiga ergashsak najot topolmaymiz shekilli, oz ibodat qilar ekanlar. Men endi umrbod uylanmayman. Men endi kechasi umuman uxlamasdan ibodat qilaman. Men endi umrbod roza tutaman deb sahobalar shu Rasulullohning hayotlari, sunnatlarini tushunmasdan shunaqa o'zlariga vazifa yuklaganlarida payg'ambar alayhisalom ularni qaytarganlar. Nima deganlar? Allohga nisbatan taqvoda menga teng kela olmaysizlar. Aynal yaqin bo'lgan Rasululloh. Ya'ni vahiy nozil bo'lib turgan zot. U kishining iymonlari aynul yaqin bo'ladi. Ko'rib turganlar. Jahannam, jannatni ko'rib kelganlar. U kishining iymonini singari iymon yo'q. Mendan ibrat olmoqchi bo'lsanglar, ya'ni mendan olinglar ibratni deganlar. Kechasi uxlayman ham, namoz ham o'qiyman. Roza tutgan kunim ham bor, og'zim ochiq ham yuradi. Nikoh meni sunnatim. Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa mendan emas deganlar. Telegram o'chib qoldimi? Telegramda ovoz bormi? Menimcha bor. Ovoz yaxshi. Ha, bor ekan. Xo'p. Demak, sunnatlarni ham tushunmay qolsa nima bo'ladi? Yuallimuhumul kitaba val hikma bo'ladi. Hikmatni ham ta'lim beradi. Hadisni ham o'rgatadi. 4-chi vazifalari yuzakkihim, ruhiy tarbiya bu.
ularni poklaydi. Poklash o'sha tahorat oyati bor Qur'onda. G'usulga aloqador, tayammumga aloqador oyatlar bor. Bular mujmal kelgan. Mujmal degani o'tdan 4 dona farq chiqara oladi ko'rgan odam. Misol uchun. Lekin uni tafsiloti bor. Qaysi darajada qanday tahorat qilinadi, qanday g'usul qilinadi, badan pokligi, joy pokligi, kiyim pokligi qanday erishiladi. Bularning hammasini Rasulullohdan o'rganamiz. Masalan, mani najasmi, najas emasmi? Inson hayotida har doim u bilan birga bo'lgan hodisalar, holatlar qanday tozalanamiz? G'usul qilsak qanday g'usul qilishimiz kerak? Bularni Rasululloh tafsilotini aytadilar, yuzak kiyimga kiradi bir ma'noda. Ikkinchisi ruhiy tarbiya. Ruhiy tarbiya Qur'oni Karimda fasiyabaka fatahhir degan Alloh taolo. Kiyimingizni poklang degan. Bu ikki xil ma'nosi bor. Mana shu yuzak kiyimni ma'nosidagi ma'noga o'xshaydi. Bittasi kiyimni pok tutish kerak, toza kiyinish kerak. Payg'ambar alayhissalatu vassalom nima uchun oq kiyimni yaxshi ko'rganlar? Qarang, zo'r ajoyib tabiat ochaman hozirlarga. Bizda bilasizlarmi, men o'zim ham qishloqda katta bo'lganman, qora kiyim ko'proq olinardi. Nimaga desa, kir bo'lsa bilinmaydi deb. To'g'rimi? Qora kiyim olinadi, nimaga? Kiri uncha bilinmaydi. Kir chimol ekan deb qo'yilardi. Nimaga biz kir kiyib yurishimiz kerak? Payg'ambar alayhissalatu vassalom oq kiyimni yaxshi ko'rardilar. Nimaga? Kir darrov ko'rinadi. Dog' darrov ko'rinadi, yuvib tozalab olasiz. Qarang, Payg'ambar alayhissalatu vassalomning poklikka e'tiborlarini. Yaxshi ko'rgan narsalari ham poklikka da'vat qiladi. Qarang. Endi ruhiy tarbiya. Fasiyabaka fatahhir, kiyimingizni poklang bilan birga qalbingizni poklang ma'nosi ham bor. Ya'ni nafsingizni poklang ma'nosi bor, ikkinchi majoziy ma'noda. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning vazifalari 4-inchisi ruhiy tarbiya ekan, poklash. Tushunarli bu yog'i. Xo'p. Endi bir narsani halol harom qilish masalasi. Hozir men sizlarga bir narsani ochaman. Tavba surasi 29-oyat. Bahrom Bakirovga o'xshagan, Bobomurod Abdullaga o'xshagan savodsizlar payg'ambar harom qilishga haqqi yo'q deyishadi. Payg'ambar alayhissalom harom qilishga haqqi yo'q. Harom qilish huquqi faqat Allohda. Hech kim uni harom qila olmaydi deydi. Bu gapi ham Rasulullohning, ya'ni xususiyatlarini, Rasulullohning vazifalarini inkor qilish, sunnat inkorchiligi shu yerdan kelib chiqyapti. Mana shu joydan unga ism musammo bo'lyapti. Ya'ni harom qilish vazifalarini inkor qilishyapti. Bu bilan birga Qur'on oyatini ham inkor qilishyapti. Qur'onda Alloh taolo Rasulullohni harom, halol qila olish xususiyatlari borligini aytgan. Yana bitta vazifalari shu. Rasululloh harom qilgan narsa harom hisoblanadi, Alloh harom qilgan narsa harom hisoblanadi. Rasulullohdan hadis bor. Man harom qilgan narsa Alloh harom qilgan narsa deganlar. Alloh harom qilgan. Men harom desam, Alloh harom qilgan bo'ladi o'sha narsani deyaptilar. Masalan, eshak go'shtini harom deganlar. Bular bahromlar eshak tabiat bo'lganligi uchun eshakni ya'ni so'yib yeyishlikka fatvo berib yuribdi. Qur'onda yo'q deb. Rasululloh harom deganlar uni. Bir hodisa bilan harom deganlar deyapti. Yo'q, hodisa nima bo'lishidan qat'iy nazar hukm alohida bo'ladi. Al-aslu li umumil lafz la bi khusus sabab degan qoida bor. Aslida ibrat lafzning umumligiga bog'liq. Payg'ambar alayhissalom harom degan bo'lsalar, fuqaholar buni umumiy lafzidan olib ijtihod chiqarishadi. Eshak go'shti harom. Mahrom. Menimcha eshakni go'shtini yeb, miyasini yeb qo'ygansanda, o'shanga ya'ni yetib bormayapti senga. Eshak fahm bo'lib qolgansan. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalatu vassalomni halol, harom qila olish
ya'ni huquqlari borligini Tavba surasi 29-oyatda aytgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi va la bil yawmil akhir va la yuharrimuna ma harramallohu va rasuluhu va la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin va hum saghirun. Sadaqallohul azim. Tavba surasi islomni zafariga erishganlardan keyin, ya'ni diplomatik aloqalarda qarshi taraf xiyonat qilavergandan keyin ularga Makkada qolib musulmon bo'lib yashashga yoki Makkani tashlab chiqib ketishlikka ultimatum qo'ygan. Ana shu ultimatum oyatlarida Alloh taolo aytayaptiki, Qatilul ladina la yu'minuna billah. Allohga iymon keltirmaganlar bilan urushinglar. Qatilu degani urushish degani, janglashish degani, urushinglar. Wala bil yawmil akhir, oxirat kuniga iymon keltirmaganlar bilan ham urushinglar. Va davomida nima deyapti? Wala yuharrimuna ma harramallohu va rasuluhu. Alloh va uning rasuli harom qilgan narsani harom emas deydiganlar bilan ham urushinglar. Ana shu oyatda hatta yuharrimuna va la yuharrimuna ma harramallohu va rasuluhu deyapti. Alloh harom qilgan narsani va rasuli harom qilgan narsani harom deb bilish kerak mo'min odam. Agar harom demasa ular bilan urushing deyapti. Makkadan chiqarib yuboring ularni deyapti. Mana Alloh va rasulining vazifalaridan bittasi. Mavzuni yana cho'zish imkoniyatimiz bor-u, menimcha iftorlikka yaqinlashib qoldik. Yarim soat qoldi iftorga do'stlar. 3 ta nuqta qilamiz. Bugungi suhbatimizning xulosasi shu: sunnat inkorchilari bular aytayaptiki, ana bizga raddiya beryapti, ahamiyatlimiz deyapti. Yo'q. Sanlar va sanlarga o'xshaganlar chiqish xavfi bor. Sanlar ahamiyatsiz odamsanlar. Ha, haqiqatda bizning hayotimizda sariq chaqalik qadring yo'q odamsanlar. Faqat sanlarni Alloh yaratgani uchun biz biroz e'tiboringni qilib turibmiz. Bo'lmasa bir tiyinga qimmat odamsanlar. Lekin sanlarni bu ya'ni ko'chirmachilik, josusligingdan ta'sirlanadigan ichimizda bolalarimizni ogohlantirib qo'yapmiz. Ehtimoliy hujumdan ogohlantiryapmiz. Ehtimoliy hujumlar bor. Ya'ni chiqadi bular. Bular chiqadi. Masalan, Mu'tazila toifasidan hizbiylar chiqqan edi. Bularga ko'z yumib indamay turildi. Xalqimizdan qancha odam musibatga uchradi shularga ergashib. Havorishlar chiqdi, indalmadi. Hatto ba'zan o'sha Karimov davrida ularga qarshi raddiya beradigan ulamolarni ham jim qilib qo'yildi. Natija nima bo'ldi? 10 minglagan yoshlarimiz qo'liga qurol ko'tarib musulmonni o'ldirgani ketdi. Suriyada hozir demokratik davlatni askari bo'lib yuribdi bechoralar. O'zingni davlating qolib ketdi. Aytish kerakmidi? Aytish kerak edi. Aytishni boshlaganimizda natija bo'ldimi? Alhamdulillah robbil alamin. Bo'ldi. Natijani biz qilmadik, Alloh berdi. Natija uchun emas edi vazifamiz, o'zimizni vazifamizni qilish edi. Avvalgi suhbatda aytdim. Biz do'stlar o'sha Payg'ambar alayhissalatu vassalomning hadislarini atrofidagi boqchivonmiz, ya'ni supur-sidir qilib yurgan odamlarmiz. Hech yo'q qo'limizdagi supurgi bilan bo'lsa ham bularga qarshi chiqishimiz kerak. Kirgizmasligimiz kerak chang to'zonlarni. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning gulzorlariga qarg'alarni kirgizmaslik kerak, payxon qiladi. Mollarni kirgizmaslik kerak. Ular hamma yo'ni payxon qilib ketadi. Biz juda katta ish qilayotganimiz yo'q. Mana shu eng sodda ishni qilyapmiz. Bahrom Bakirovlar kim? Hech kim emas. Aytayapman, hech kim emas. Men unga hasad qilyapgan emasman. Tasavvur qilaveringlar. Men o'zimga qanaqadir bir baho bergan odam emasman. O'zimni juda ham Allohning nazdida haqir ekanimni bilaman. Alloh meni kechiramikin deb ketayotgan odamman men. Lekin Bahrom Bakirovlarni fikriy doirasi orqasida josuslar bor. Josus bular, orqasida bularni yo'naltirayotganlar bor. O'sha Turkiyada bir tiyinga qimmat bo'lib qolgan Abdulaziz Bayindir endi O'zbekistonni mo'ljal qilyapti. Bu
missionerlik harakatlari bularni oldini olish uchun gapiryapmiz. Xulosa shu. Hadislarni inkor qilgan odam o'sha o'rinda Qur'on oyatlarini ham inkor qilgan bo'ladi. Inkor qilayotgan bo'ladi. Yuqorida 3 ta 4 ta oyatni o'qib berdik. Bu joyda hammasida vazifalarni ko'rsatyapti Alloh taolo Rasulullohni. Yana bir qancha oyatlar bor. Bir joyda "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha" oyatiga ma'no aytgan ekanman. Shunaqa yoddan aytib ketganman-da. O'sha yerdagi mo umumni bildiradi deb ketibman. Meni hayolimda nima bo'lgan? "Va ma atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu" oyati bor. O'sha oyatdagi mo hayolimda bo'lgan. Umum deb ketganman moni. O'tda mo nofiya, to'g'ri. Mahrom shuni topibdi endi bir narsa qilib. Ha, biz xatoyimizni tan olamiz. Lekin u joyda ma'no to'g'ri. "Va ma yantiqu" nutq kalimasida nimaniki nutq qilsalar, ya'ni nutq qilmaydilar. Bu yerdagi istisno nutqni umumiyligini bildiradi. Alloh taoloning payg'ambari og'zilaridan nimaiki jumla chiqsa, nimaniki nutq qilsalar, in huwa illa wahyun yuha, u vahiy bo'ladi. "Va ma atakumur rasul" bor. Payg'ambar sizlarga nimaniki olib kelsa, fakhuduhu, olinglar uni. "Va ma nahakum anhu fantahu", nimadan qaytargan bo'lsa qaytinglar. Sen Qur'onga solib ko'raman degan gapingni o'zi bilan hadislar inkor qilinmaydi. Hadislarni sandan oldin bizni ahli sunna o'zi inkor qilgan, agar inkor qilinadiganlarni. Misol uchun deylik. Bular deydi hadisda o'qigan. Mana Arabni sevish kerak degan hadisda o'qigan deydi. Ya shu hadisni to'qimi ekanligini arab ulamolar aytgan. Ha, to'qigan bo'lsa buni rivojlantirmaydimi? Ha? Rivojlantirmaydimi o'zi arab? Yo'q, bu mavzu hadis. Bu ishonchsiz hadis deb arab ulamolar o'zi aytgan. Sunnatni inkor qilish do'stlar juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Alloh taolo Nurni oxiridami, Moida surasining oxiridami aytadi. Bir oyat bor edi. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ degan. Ehtiyot bo'lsinlar, aytib qo'ying. Eshitayotganlar, eshitmayotganlarga yetkazib qo'ying. Ehtiyot bo'linglar, hazir bo'linglar, bo'lsinlar. Rasulining buyrug'iga teskari ketgan odamlar ehtiyot bo'lsinlar. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ Ibn Kasirda an amri rasulihi kelgan. Allohning rasulini amriga, buyrug'iga teskari yurganlar ehtiyot bo'lsin. An tusibahum fitna. Dunyoni o'zida ularga fitna yetadi. Fitna degani imtihon, musibat yetadi. Aw tusibahum azabun alim. Oxiratda alamlantiruvchi azob bo'ladi. Rasulullohning buyruqlari. Payg'ambar alayhissalatu vassalom misol uchun deylik, g'azab qilma dedilar. Hadis bu. Misol uchun Abu Hurayra rivoyat qilgan. Abu Hurayra yolg'onchi deb tarqatishadi bular. Bu hadis yolg'on desang, Rasulullohning buyruqlariga qarshi chiqyapsan, Qur'on oyatiga qarshi chiqyapsan. Natijada dunyoda fitnaga tayyor tur, oxiratda alamlantiruvchi azobga tayyor tur degan ma'no. 3 ta nuqta qo'ydik, do'stlar. Savol javob qilamizmi, yo'qmi? Mavzuga aloqador bo'lsa, savol javob qilsak yaxshi bo'lar ekan. Kamol Yo'ldosh haqida so'ramoqchi ekanlar, ahmoqmi deb. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Uylanmasdan. Alhamdulillah. Ustoz, shu sizni ko'proq bahslaringizni ko'proq eshitamiz. Kamol Yo'ldosh bilan bir hadislarda chatiga kirib qolganingizda Ahmadiy jamoasini yetakchisi bordi. Kim edi? G'iyos. Ayibxon. Ha, Ayibxon. Ayibxon. Shu savol beryapti-da, siz qanday namoz o'qiysiz desa, u olib qochyapti-da, to'g'ri javobni bermasdan olib qochib, siz namoz o'qishni bilmaysizmi deyapti. O'zi aslida bu ahmoqligi bilinib qolyapti-da, gapdan olib qochishligi. Bu namozni qanday o'qiydi yoki shunchalik ahmoqlik ko'rinib qolayotganligidan uni boshqarayotgan tepasidagilar agar bor bo'lsa haqiqatda buni
nima desa bo'ladi? Buni keragi bormi o'zi aslida? Xo'p. Kamol Yo'ldoshda kibr bor, kibr. O'zini judayam baland deb o'ylaydi. Savol berganingizda ham javob berayotganda shunaqa tutadi. Burni balandda, burni baland bo'lgani uchun oyog'ini tagini ko'rmaydi. O'shanga ko'pincha shunaqangi tezaklarni bosib yuradi. U Kamol Yo'ldoshga o'xshash uchun albatta inson ahmoq bo'lishi kerak. Aqli raso odam Kamol Yo'ldoshga o'xshamaydi. Bobomurod Abdullaga o'xshab qolmaydi. Aqli raso odam hatto mana Bahromga o'xshab qolmaydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hali johiliyat payti, hali payg'ambarlik kelmagan. Yoki payg'ambarlik risolati yaqin atrofda ko'chada ketyapsalar, bir odam g'irt mast bo'lib turibdi-da, tikka turgan joyda peshov qilyapti. Keyin ikkita qo'lini o'sha peshovda yuyapti. Shuni ko'rdilar. Juda jirkanch holat. Jakoy ibn Tezakka o'xshagan holat. Ko'rdilarda aytdilarki, agar mana shu ichkilik insonni mana shu ahvolga soladigan bo'lsa, ichmaganim bo'lsin dedilar. Qarang insonning sof tabiati, aqli sog'lom odam qanaqa bo'lgan. Holatni, natijani ko'rib ibratlangan, o'shandan keyin ichmagan. Harom qilingungacha ham ichmaganlar, harom qilingandan keyin zotan hamma musulmonlar undan saqlangan. Mana shu holat. Inson aqli salohiyati bo'lsa, men agar Kamol Yo'ldoshga o'xshashlikdan internet ketib qoldi. Ovoz eshitilyaptimi? Ovozim eshitilyaptimi? Alo. Ovozim eshitilyaptimi internetda? Anaqada, Telegramda? Dosh kelmay qoldi. Alo, eshitilyaptimi? Ustoz, ovoz kelmay qoldi, ovoz. Ovoz kelmay qoldi do'stlar, hozir. Bitta o'chib yondingda. YouTube'da yaxshimi? Endi eshitilyaptimi? Ha. Demak, qatida uzilib qoldi? 2 minut bezma eshitdik. Boshingiz kelmadi. Qaysi jumla to'xtagan edim oxirida? Xo'p, xullas shunda. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uni eshitdinglarmi? Ha, eshitdik. O'sha kishi may ichmagan holatidan. Harom qilishdan oldin ham may ichmaganlik haqida. O'sha holatni ko'rib, shu odamning ahvoliga tushsam, shu ishdan voz kechdim deganlar-da, aqli farosati bor odam shunaqa bo'ladi. Kamol Yo'ldoshning ahvoliga tushishdan, Bobomurod Abdullaning ahvoliga tushishdan, Bahrom Bakirovga o'xshagan shiltalarning ahvoliga tushishdan aqli raso odam ehtiyot bo'ladi. Ovozinglar shum kelyapti sizlarga. Hozir men ahmoqlik deganlik o'zim ilmim unchalik ilmim bor bo'lmasa ham, o'qimagan bo'lsam ham, hattoki ateistlarning eng kattasi boshliqlardan, yetakchilardan biri SpaceX ham hattoki uning ustidan kulib yuboryapti. Ahmoq bo'lib qoldi bu hozir, javob bera olmay qoldi deyapti. O'shanda ham hozir yetakchiligini, ya'ni iqtidor holatida kelib o'zini ko'rsatayotganligiga men aytyapman-da. Yo'q. Ular iqtidorda yetakchi odamlar emas. Atrofidagi yig'ilgan odamlarni shunday ro'yxatini tuzing. 80% alkash, ateistparvar, dinsiz odamlar. 80-90%. Bir 10% ahmoq odamlar ergashib yuribdi. Bir 2-3% ularni prosta kuzatib turganlar bor. Sog'lom odam yo'q atrofida. Mana sizga mana jonli efirda oshkor aytyapman. Sog'lomman, men ilmiy asosga aqlim yetadi. Mana shularni aytayotgan gapi haq. Qani o'tirib gaplashamiz deydigani yo'q bularning ichida. Kamollar allaqachon qochib ketgan. O'shandan beri qochadi u. Bobomurod Abdulla bloklash bilan ovora. Bahrom Bakirov o'zi Turkiyaga borib olib, o'zicha ya'ni boshladi hozir Don Kixotlikni. Bularda aql saviya yo'q, kibr bor, kibr. Meniki to'g'ri degan gap bor. Uchchalasini ham mushtarak sifati kibr. Odamlarni bir tiyinga olishmaydi. Bular osmondan turib, bularga savol bersangiz, o'zing bilmaysanmi? Nahotki bilmasang. Sendan savol so'ralyapti, javob ber desangiz, o'zingchi deb turaveradi.
O'shaning uchun bularni kimdir yo'naltirayotgan degan gap juda anaqa emas, haligi e'tiborli gap emas. Bulardan foydalanish mumkin dushman. Chunki bularni bizni ichimizda o'zbekcha gapirib, nomi kamol bo'lib turib, Bahrom bo'lib turib, ularni g'oyasini targ'ib qilyaptimi? Kerak odamlar bular. O'shaning uchun uni bular ham biladi. Mana shu uchalasi ham biladi. Bular hozir o'zini bozorga qo'yib sotmoqchi bo'lgan odamlar, o'zini mol sifatida bozorga qo'ygan, hozir o'sha Yevropadan qaysidir tashkilot bularga chiqib turib davay desa, o'shani kutib o'tiribdi bular hammasi. Men buni isbotini ham qo'yganman, Ikrom Yakubov degani yozgan, ochiqchasiga yozgan. Faqat Qur'on deydiganlarni moliyalashtiruvchi tashkilot tuzyapmiz. Moliyalashtiramiz shuni, yig'iladiganlar bormi degan. Rostdan aytyapsizmi degan Kamol? Ha, rostdan degan. Skrinshotlarni ham qo'yganman bularni. Bular shunaqangi bozorga o'zini solayotgan tashlandiq odamlar. Yana gapini qarang. Men Kamolni, Bobomurodni, Bahromni ko'ra olmasmishman. Ajoyib bir anaqa mezon. Qisqaroq shu. Ha, ana ustoz birinchi bahslarda Kamol yo'ldosh bilan birinchi bahs emas, Abbos aka gruppasidagi birinchi bahslarda may ichish haqida savol bo'lgan. O'shanda uni qaysi dalil bilan aytganki, u bir yumka ichsa mas bo'lmadi, ikki yumka ichsa mas bo'lmadi, bir terladi chiqaverdi, значит pisa bo'laveradi degan ma'noga olib kelgan. U qaysi dalil bilan shu narsani olib kelgan? Bu o'shani Yashar Nuriy O'zturk degan Turkiyada bitta murtad bo'lgan, oxirida dindan chiqib deist bo'lib o'ldi. Oshkora aytdi ekranda chiqib, Alloh taoloni jannatiga kiradigan, oxirida qutuladiganlar deistlar dedi. O'sha ma'noda men ham deistman dedi. Deist bo'lib o'lgan odam. Shu odam Abu Hanifa haqlarida kitob yozgan. O'sha kitobida Abu Hanifa rahimahullohni mast qiluvchi ichimliklar to'g'risidagi nabiz ijtihodini o'zini Turkiyadagi o'sha JHPga o'xshagan alkash tabiat, ateist tabiat iqtidorda bo'lgan kuchli odamlarga yoqish uchun mana shunaqangi qilib burgan. Bu masala shu. Nabiz degan masala bor. Abu Hanifa rahimahulloh nabizni Qur'oni Karimdagi xamir bilan tenglashtiramizmi, yo'qmi degan usulni o'rtaga qo'ygan. Bu usul nimadan iborat? O'sha Qur'on va sunnatda kelgan matnlarni tarjimasi dalil bo'lmaydi degan ma'nodan kelib chiqqan. Alloh taolo Qur'onda xamir dedimi? Xamir. Mana shu xamir harom qilindimi? Harom qilindi. Rasululloh xamirni harom dedilarmi? Harom dedilar. Xo'p. Endi xamir nima edi? Desa, xurmodan, asaldan, u bu narsadan achitib qilinadigan narsa edi. Faqat shuni o'zigina harommi? Ijtihodni qarang, kelyapti ulamolar. Abu Hanifa aytganki, Qur'onning oyatiga ko'ra shu harom deganlar. Boshqalarichi desa, boshqalari illati mushtarak bo'lsa harom bo'ladi. Illati. Illat nima edi? Harom qilinishdan ko'zlangan asl sabab nima edi? Mast qiluvchilik. Xo'p, endi boshqa moddalar mast qiluvchi xususiyati isbotlansa harom bo'ladi. Ana shundan kelib chiqib nabiz masalasida to'xtalgan. Nabiz bu xurmoni suvga solib qo'yasiz. Ma'lum bir muddatda olsangiz, u kvasga o'xshab qoladi, kvas. Mast qilmaydi. Ichaverasiz, chanqoq bosadi. Lekin ma'lum bir muddatdan keyin o'tib ketib qolsa, ozgina joyda u mast qiluvchiga aylanib qoladi. Ana shu mast qiluvchiga aylanib qolsa, u harom bo'ladi. Qanday belgilaymiz desa, o'sha joyda aytgan. Nabizni agar 3 kosa ichdingiz yoki 3 ta piyolada ichdingiz, hech narsa bo'lmadi. Bo'ldi, bo'laveradi sizga. Muammo emas. U xamir emas-da u, nabiz u, chanqoq bosdi ichimlik u. Lekin 5 piyola ham mast bo'lmadingiz, 6-piyolada mast bo'lsangiz, o'sha 6-chisi harom deydi. Chunki mast qiluvchilik xususiyati paydo bo'ldi endi deydi. Bu ijtihodiy masala. Endi Kamol o'sha yerda nima deyapti? Kirib olib aldayapti. Ana deyapti, bular o'qimagan-da deyapti. Mubsit bor deyapti. Saraxsiyning Mubsit degan kitobi bor deyapti. Uni o'sha turkchadan tarjima qilgani bilinyapti-da. Mubsit degan kitob yo'q. Mabsut degan kitob bor. Mubsitda o'qinglar, ana xamirni harom demagan bitta joyda edi deyapti. O'sha suhbatda kiribman, shundan Mabsutdan ochib o'qib berdim.
ulamolar ittifoq qilishgan xamir harom deb yozgan Saraxsiy. Yozdirgan buni. Bular buni tan olmaydi. Bular ham o'shani Jakuyni sinfidan-da tuhmatni qilaveradi, yolg'onni gapiraveradi. Mana Bahrom Imom Maturidiyga yolg'on to'qiyapti, yolg'on gapiryapti. Tabariyga, boshqa ulamolarga o'zini, ya'ni men shulardan olyapman deb ko'rsatyapti-da, davomini o'qimayapti. Atrofida davomini o'qiydigan odamlar yo'q. Natijada bu mavzuga qaytmayapti. Men isbotlab beryapman. Maturidiy sen aytgan gapni gapirmagan. Tabariy sen aytgan gapni gapirmagan. Qurtubiy o'sha va ma yantiqu anil hawa oyatini davomida mana shu oyat hadislarning vahiy ekanligiga dalil degan Qurtubiy. O'qimayapti ularni, Qurtubiydan dalil keltiryapti. O'qishi biladigan odam bularni makrini ajratadi. O'qishi bilmagan odam aqli raso bo'lsa, o'qishi biladigandan so'rash kerak. Aqli raso emas atrofidagi 5 ta 3 ta odam, ular Qur'onni tili bilan aytganda haba'an mansura, chang to'zon odamlar. Jamiyatda ham o'rni yo'q odamlar. Mana shunaqangi bizga nisbatan shunaqangi keskin gapni gapiradiganlarni atrofida yig'ilib olib, o'zini qondirib yurgan odamlar. Salomat bo'ling. Xo'p, qancha qoldi? Ustoz yana bir 9 minut qoldi. Iftorlikka. Xo'p. qisqagina yozib ustoz. Xo'p. Hozirgi kunda O'zbekiston Markaziy Osiyoda UFC, MMA loyihasi ketgan bo'lsa, oktagonlarga juda ham bir avjga olyapti. Shunda o'zimizni o'zbek ba'zi bir boyetslar yangi chiqayotganlar o'ta sharmandachilik qilyapti. Shularga nisbatan qanday fikrda bo'lsangiz bo'ladi? Ya'niki dinni qo'shyapti, takbir aytyapti, kerakli joyda qizni oldida uni ko'ziga satravati, yengil satravatini bekitmagan qizi ko'ziga qarab mana shunday, misol ko'zini olib qochmasdan turib bu yerdan ham shariat haqidagi chiroyli gaplar gapiryapti. O'zini endi nima bo'ladi? Reklama qilmoqchi bo'lgan holatda masxara ovozli ahmoqlik qilyapti. Shularga nisbatan bizni ko'rib olyapmiz. Fikrimiz qanday maqsad bo'ladi? Noto'g'ri xayolga borib olishlik. Bundan oldin sizdan so'raydigandim. Mavzuga aloqasi yo'q ekan, yaxshisi Qur'on o'qib beramiz. U narsalar haqida gapirganman men. Shar'iy ma'noda shunaqangi sport turlarini shariat taqiqlaydi. Endi u masalalarda o'zini ehtiyot qilib, taqvosini ehtiyot qilib, shu millatni bayrog'ini ko'taraman deyotgan odamlarni o'sha yutuqlarini men xursand bo'laveraman deb aytganman. Haromni harom deb aytamiz biz. Bu masala o'zi alohida narsa. Men endi bir bet Qur'on o'qib beraman. Rahmat ustoz, Alloh razı olsun. Salomat bo'ling. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Xo'p, do'stlar, barchalarga tashakkur. Bugungi suhbatimiz shunda nihoyalaymiz. 3 ta nuqta bor. O'lmasak, umrimiz davom etib tursa, yana diydorlashamiz. Hozir ahli bid'atlar seriyasi sunnat inkorchilariga ketyapti. Ko'rgansizlar, hizbiylarga ham seriya qilganmiz, havorishlarga ham seriya qilganmiz. Endi sunnat inkorchilarini ham nuqtasini qo'yib qo'ysak, taxminan 5-6 ta suhbatlarda shu suhbatlarni takror eshitib, xulosa qilib, tekshirib, bolalarimiz, yaqinlarimiz shulardan saqlanib qolishligi bizga o'sha savob umid qilishimizga sabab bo'ladi. Alloh taolo haqdan ayirmasin, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p.